Bilgan narsalarni qanaqadir bir boshqacha bir yangi usullar bilan o'rgatish va o'quvchida shu fanga nisbatan qiziqtirish, oshirish bu sizning san'atingiz. Yaxshi o'qituvchi bilan yomon o'qituvchi nimasi bilan farq qiladi? Ikkolangan bilimi zo'r bo'lishi mumkindir. Qaysini metodikasi zo'r bo'lsa, bolalar uchun u yaxshi o'qituvchi. Demak, oddiy narsani 3x4 ni bitta o'qituvchi 3x4 12 yodlab ketish mumkin. Bittasi uning qayerdan kelganini tushuntirib berish mumkin-da. Tushuntirib bera olgan o'qituvchi bu metodikasi yaxshi o'qituvchi hisoblanadi. Kalkulyatorni ochib tayyor turing. Hozir men doskaga 2 xonali son yozaman. Shu sonni 5 ga ko'paytiraman. Qani bu kishi kalkulyatordan birinchi hisoblaydimi kalkulyator bilan, men oldin hisoblaymanmi? 2 xonali son yozaman. Kelishdikmi? Tayyormisiz? Bo'lmasam o'quvchilar qarab turingizlar. Boshladik. 86 ni ko'paytiramiz 5 ga. 430. Siz ovoz chiqarib ayting. Boshladik. Demak, 48 ko'paytirilgan 5 200. 26 ko'paytirilgan 5 130. 130. Kim birinchi? Demak, 64 ko'paytirilgan 5 320. 48 ni 5 ga ko'paytiryapman. Yarimi 0. To'g'ri kelyaptimi? Yarimi 0. To'g'ri kelyaptimi?